Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Hammalar bugungi Uyg'ur ruhiy sog'lomlik gruppasining to'r suhbatiga xush keldinglar. Hammalar bilgandek Uyg'ur ruhiy sog'lomlik gruppamiz 2020 yılı qurilgan bo'lib, hozirgacha nurg'ulg'an Uyg'ur qarindoshlarımızga bo'lib, muajiratdagi Uyg'ur qarindoshlarımızga haqsiz psikolog tip berish öz üstüge alğan məsuliyyəti dep bilgən. Onundan başqa yana hər xil tor dərslərini berib gəlməkdə, başqa Türkiye'de bolsun, Amerika'da bolsun, Kanada'da bolsun fəaliyyətlərini orunlaşdırıb gəlməkdə. Bugünkü tor söhbətimizin temisi şu ekran xumarlığı və şunu qandaq təngşəş, ziyanları, bunun ruhi sağlamlığa bo'lgan ta'siri va shularni so'zlamoqchimiz. Bugünkü aziz mehmonimiz Turkiyadan psikolog Munira Uyg'uroğlu. Sizlarga qisqacha so'zlab o'tsam, Munira Uyg'uroğlu Uyg'ur ruhiy sog'lomlik markazining a'zosi bo'lib, 2017-yili Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ve Bezmi Alem Üniversitesi birleşme programmasida kliniklik psikolog ilmi bo'yicha magistrlikni bitirgan. 2016-yildan boshlab Aybilik Ma'rif ve Yordam derneğinin a'zosi bo'lib, planlash, o'rinlashtirish, maslahat berish vazifasini o'tib kelgan. 2021-yili Çiver Kızım Universal Terbiyeleş Merkezi'de proje planlash yürgüzüş, teşviqat ve ders ötüşke mesul bo'lgan. Farabi Tor dersxonasida hayatımızdaki psikologiya namlıq 24 qismliq psikologiyadan savat derslerini ötküzgen, 9 yıldan beri Torda ders ötüş, grupluq yetaklash ve şahsilerge psikologiyalik davalash ilib beriyotdi. Qisqacha tanıştırıp ötdük bugünkü mehmonimizni. Hazır bir teknik problem bo'lib chiqib ketib qoldi, qaytib qo'shimiz. Bugün qarindoshimiz Munira bizga abay deb o'tgandek shu ekran xumarligi haqida dars berdi. Assalomu alaykum Munira. Va alaykum assalom. Qanday ahvolingiz, yaxshimi? Hozir chiqyapti-da ekranda. Ovozingiz chiqyapti. Aldı bilan sizga rahmat aytamiz. Ko'pdan ko'p tashakkur bu bizning taklifimizni qabul qilib bu programmamizga so'zlab berdiğiniz uchun. Qani siz sahna sizning, mikrofon sizning. Endi qolgan gapni sizdan anglaylik. Rahmat. Aldı bilan sizga rahmat va Uyg'ur ruhiy sog'lomlik tashabbusiga bog'liq hammanglarga rahmat aytaman. Mana shunday yaxshi fursat berib dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlarga shu ekran xumarligi haqida bir tushunchamizni yoki bir psixologiyaningki ekran xumarligiga qanday qaraydi va bu yerdagi tamponlikni qanday saqlaymiz degan nuqtada so'zlashga bir fursat berganligingiz uchun sizlarga rahmat aytaman va sizlarningki jamiyatinglarning bizning shu Turkiyadagi Uyg'ur ruhiy sog'lomlik markazimizni qo'llab har vaqt har jihatdan qo'llab kelayotganligingiz uchun yana bir rahmat aytaman. Alloh rozi bo'lsin. Sizga rahmat. Bosma o'zimni ovozini shu nimamni tayyorlab kelgan materialimni hozir ekranda ochay. Ma'qul. Ichilgandan keyin ichildi debsangiz. Ekranınızı görüp duruptunuz. Ha, tamam. Endi to'liq cho'ng ekran chiqdi ya. Yanılan biz yan tarafda men to'liq keng ekranga o'tgan. To'liq keng ekran o'tdi. Siz yana pastda men o'zimni chiqarib etdim. Bundan keyin siz so'zlab bering. Bo'ldi. Rahmat.
Arzimaydi. Unda mush holatdan davom qilganmiz. Üstüdkini o'chirayotgan bo'lmaydigandek his qildim. Pek taqashmaydiga turaversin beka qaytadan yana bir buzilib ketib qolmasin. Bugungi bizning temamiz tamponliqni saqlash, ya'ni ekran xumarligi va ruhiy sog'lomlik. Yani şu ekranni köp kögelik sebebinden bununla xumar olup qalayotgan hozirgi zamonimizdagi mayli yoshlar olsun, mayli cho'nglar olsun, hammamizda yuz berayotgan ekranga bog'lanib qilish bu hodisada biz tamponlikni qandoq saqlay olamiz? Ya'ni biz ekrandan albatta ayrilib yashayamaymiz. Çünkü hozirgi zamondagi bütün fan texnika olsun, bütün ishlab chiqarish yoki bo'lmasa bizningki hatto doktorlarning kasal davolashdan tortib kasallarning kasal ko'rinishigacha butunlay shu ekranga munosabat ko'p qoldi. Biz ekranda uchurlarni izlaymiz, ekran orqali doktorxonalarni izlaymiz degandek masalan doktorlik jihatdan esa yoki bo'lmasa maktabning uchurlari olsa bolalarimizning uchurlarini ko'ramiz, muallim bilan aloqalashamiz. Har vaqt biz ekran bilan zich bir munosabat tutyapmiz hozirgi hayotimizda, turmushimizda. Ammo biz qanday qilganda biz tamponlikni saqlay olamiz? Qanday qilganda bu xumarlik holatiga bordi yoki qanday qilgan chog'da tampon holatini ko'rsatadi degan bir nuqtaga bizning shu birinchi eng oldi bilan kelamiz. Endi biz psixik kasalliklarni normalda qanday bo'lgan vaqtda psixik kasal deymiz degan vaqtda bu kasallik mayli har qanday kasal hozir ekran xumarliqilla emas har qanday kasal mayli tushkunlik bo'lsin mayli jiddiylashish bo'lsin shu davomli jiddiylashidigan ansizlik kasal bo'lsin yoki nurg'un kasallar bor. Bu kasallar insonda yuz bergan vaqtida qarasak normal odamlardami shunday bir alomatlar bor. Mesela bazı adamlar ba'zidan aytib tushkunlashib ketadi. Shunlarla voy men depression bo'lib qolganmanmi, men tushkunlik kasal bo'lib qolganmanmi deb ansirab ketishi mumkin. Ba'zi odamlar jiddiylashgan bo'lib qoldi, chunki jiddiy bir imtihon bor oldida. Shunlarla men anksiyete yani tashvishlanish kasal bo'lib qolganmanmi deb uningdan jiddiylashishi mumkin. Amaliyotda bir insonniki ma'lum bir psixologik kasal bo'lganliginiki alameti nima degan chog'da u inson shu sababdan normal turmushni davom qilolmasa va bu shu kasallik sababidan yuz berayotgan shu alomatlar sababidan o'ziniki turmushiniki darajasi masalan maktabda o'qiyotgan bo'lsa maktabga natijalar tushib ketib qolgan bo'lsa yoki turmush xizmat degandek ishlarda tuvan darajada yoki bo'lmasa qat'iy uning hududisidan chiqolmayotgan bir holatga borgan bo'lsa biz buni kasallik darajasi deymiz. Ammo masalan normal holatda ba'zi kunlar tushkunlashib, ba'zi kunlar yaxshi bo'lib qoldik, ba'zi kunlar jiddiylashib, ba'zi kunlar yaxshi bo'lib qoldik. Undan keyin bu holat u qadar bizning turmushimizga ta'sir yetkazmagan bo'lsa, biz buni yana u ig'ir darajada kasal yoki bo'lmasa bevositalam kasal deb demasligimiz mumkin. Yana uzun mazgil kuzatish ketadi albatta. Endi bu ekran xumarligini biz xumarlik darajasida deyish uchunmi tuvanki 5 tezisini tizib chiqdim. Birinchisi uyqumuz. Agar ziyodim shu biz albatta buni eng oldida keldig'ini ko'p vaqtlarda qo'limizda telefon yoki ko'p vaqtlarda har qanday bir shaklda mayli Munira ha kechiring gapingizni bilib hozir sizningki serialni ko'rmayapmiz cho'ng ekran chiqyapti tüm projelarda buna menda chiqyapti cho'ng ekranda ichilmoqashqimi ha endi chiqdi endi yaxshi bo'ldi rahmat chiqmabdi-da sen mobil chiqmabdi-da ma'qul ha unda bo'lsa biz endi mush ekran xumarligi ustida to'xtalgan vaqtimizda tuvanki 5 alomatga qaraymiz. Bu 5 alomat bizda yuz bergan bo'lsa, ha men unda bo'lsa menda ekran xumarligi bor ekan. Xuddi bir zalik chekiblikka, xuddi aroqqa, xuddi qimorga xumor bo'lib qolgandek insonlarda ekranga shundoq darajada xumor bo'lib qilish kelib chiqadi. Chunki meningki shu narsalarga bo'lgan xumorligi bilan ekranga bo'lgan xumorligining menida yuz beradigan shu demisi o'xshab qoldi, shu mexanizmisi. Hozir buni tafsiliy tushuntiramiz. Oldi bilan ekran xumarligida yuz beradigan 5 cho'ng ifoda. Ya'ni albatta bu odam davomli ekran bilan apilishadigan yoki bo'lmasa davomli telefon o'ynaydigan yoki davomli bir narsa ko'radigan, to'rdan bir narsa ko'radigan yoki film ko'radigan degandek mushta bir holatda bo'lishi kerak albatta. Uningdan keyin ya'ni pat har kuni o'ziga diqqat qilishga boshlagandan boshlab qarasa uyqusini aytdi nachar.
Mesela ya keçede uyg'unib ketadi, ko'p uyg'unib ketadigan, sezgirlashib ketadigan yoki kechada uyqu kirolmaydigan bir holat davomli yuz bersa. Onundan keyin ijtimoiy yolg'izlashish, ikkinchida masalan ijtimoiy yolg'izlashish ig'irlashib ketsa, bu ijtimoiy yolg'izlashish degan gap, ya'ni boshqalar bilan aralashishni xohlamasdan balki raqamli dunyodagi kishilar bilan aralashadigan yoki raqamli dunyodagi ish faoliyatlar bilan shug'ullanib, sirtlarga chiqib ma'lum bir ish faoliyat qilishga xush yoqmaydigan yoki qilg'isi kelmaydigan bo'lib qolish. Ondan keyin diqqatni yig'ishda qiyinlashish va unutqoqlik. Nayt ko'p kishilar masalan o'tganda bir tog'imiz menga shunda degandi. Men muşta Alzheimer bo'lib qoldimiki deb o'ylab qoldim o'zimni degandi. O cho'ng tog'imiz endi bunda bir normal bir suhbat davomida degandi. Men dedim, "Yo'q, siz Alzheimer bo'lib qolmadinglar, siz telefonni sal jiq ko'rayotgan o'xshaylar." Unutqan bo'lib qoldim dedi. Unutqan bo'lib qoldim, işte bek jiq narsalar unutib qoldim bu degandi. "Yo'q, sizni men bilman, normal gaplar bo'lsin, ish faoliyatlari hammasi aytdi, joyida ketadi, do'stimning unutqan bo'lib qolganliklari, diqqatni yaxshi yig'olmayotganliklari Alzheimer'dan bekrakmish, telefonda jiq ko'rayotganliklaridan kelarmiki desam, "Ha, ashtadak qildi" dedi. Shunga o'xshash endi masalan jismoniy bearomliklarmi yuz berdi. Bosh davomli og'riydigan, ko'z pat-pat ko'z charchab ketadigan, ko'zning ichi qizirib, qon tomirlar itilib ketadigan. Ondan keyin bo'yin va belda og'riqlar paydo bo'ladigan. Chunki ekronga davomli qarash deganlik midirmaslik, ya'ni harakatsizlik, badanning harakatsizligini keltirib chiqaradi. Bu badandagi harakatsizliklar albatta bel bo'yinda so'nggi o'sib qolishni keltirib chiqaradi. Bu sababdan og'riqlar o'tirg'i chiqadi. Shunga bu ifodalarning birisi deb qaraymiz. Ondan keyin ruhiy holatda o'zgarishlar bo'ldi. Masalan, ba'zi kunlari telefoningizda tor yo'q, ya'ni uyda tor yo'q bo'lib qoldi. Yoki ba'zi kunlari sirtlarda telefonning toki tugab qoldi. Yoki uyda tok yo'q bo'lib qoldi. Shunday vaqtlarda o'zingizning ruhiy holatiga qarang. Siz bir xil rohat his qildingizmi yoki bir yeringiz bir qanday bir narsangiz kam bo'lib qolgandek, bir xil tit bo'lish, bunda bir hissiyot paydo bo'ldimi ichingizda? Buni endi hatto biz shu balog'at yashitga bolalardan jiq ko'ramiz. Chunki telefon sababli, ekran sababli masalan o'rganish natijasi yaxshi bo'lmay qolsa, bu telefonni ota-onasi tortib oldi. Tortib olgan keyin bu bolalar qattiq shu ichi siqilib, tit bo'lib, bearam bo'lib, jiyli bo'lib, vaqirab, chaqirab degandak alomatlar bo'ldi-chu. Bularning hammasi qarasak nimaga o'xshaydi degan chaqda bir zaharli chekimlik chekuvchining yoki bir aroq ichuvchining yoki bir qimor o'ynaguchining shu narsalarni qilolmayotgandagi ifodasiga o'xshaydi. Hattoki agar ekran ko'rish u qadar ig'irlab ketsa, mushlar bilan o'xshash darajada shuninki xumasini tortadi-chu inson. Shu bu yerdagi o'xshashning darajasi insonni qo'rqitadi va bunga diqqat qilishimiz kerakligini o'tirib chiqardi. Endi bu yerdagi shu uyquning yaxshi bo'lmasligi bo'lsin, yoki bo'lmasa diqqatni markazlashtirishdagi chatoqlarning yuz berishi bo'lsin, yoki bo'lmasa shunga bog'lanib qilib, shunda titib bo'lib jilib ketishimizning ko'pincha sabablari dopamindan keldi. Endi dopamin nima qildi degan chog'da hozir hamma odamlar bilib ketdi. Bizning insonni xush qiladigan hormonlar dopamin, oksitosin degandek hormonlar bor, endi 4 hormon bor. Buning ichida masalan dopaminninki vazifasi nima degan chog'da insonni rag'batlantiradigan hormon asli bu. Bu qanday rag'batlantirdi degan chog'da asli burun ekran davri emas davrlarni o'ylaylik. İnsan normal bir ish qilgan vaqtda masalan uylarni bir tozalab bo'lgandan keyin masalan uyda xizmat qiladigan ayollar bo'lsa uylarni pokiz bir tozalab bo'lgandan keyin u yerda paydo bo'lgan bir pokizlik bu odamga bir huzur bag'ishlaydi. Shuning bilan insonga bir rag'bat olib keldi-da, uyni kunda tozalab tursang demak sen texmo rohat his qilsa deydi va ertasi yana uy tozalag'isi keldi, yana tozalag'isi keldi degandek. Yoki bo'lmasa masalanga yuqori darajada texnik ishlar bilan shug'ullanadigan masalan mushtaq kompyuter mutaxassislari deylik. Ularni yaxshi bir narsa, yaxshi bir programma loyilab chiqdi. Bu programmani loyilab chiqqandan keyin undan keyingi bir hissiyot masalan. Yoki bo'lmasa bir
tecrübe qiluvchiniki tecrübeden muvaffaqiyat qozongandiki, masalan biror dorilarni ishlab chiqarganki, bu dorining odamga foyda qilganligini ko'rgandan keyin, ya'ni tajriba vaqtida, tajriba bosqichida ko'rgandan keyingi hissiyot degandek, bu hissiyotlarning hammasi insonda dopamin hormoniniki ajralib chiqishini keltirib chiqaradi va dopamin hormoni ajralib chiqqan vaqtda, shu vaqtning o'zida va insonga mushu ishga qarata insonni ishtirdichu, sen bu ishni davomli qilgin va sen texmi yaxshi his qilsa o'zingni deydi. Hozir men chambarakni ko'rsanglar hammanglar masalan bir ishni shug'ullandik. Endi buni ekranga bog'lasak, masalan ekran bilan bir ishlarni qilyapmiz yoki Instagramda biror rasmlarni chiqardik, yurak oldik. Yurak olgandan keyin shu bilan mengada dopamin hormoni ajralib chiqdi. Ajralib chiqqandan keyin inson o'zini xushal his qildi. Menga bekcha qadam yurak berdi deb qo'shib ketdi. Undan keyin bu yaxshilanish bir mezgildan keyin tushishga boshlaydi. Yana bu necha soatdan keyin tushishga boshlaydi. Tushishga boshlagandan keyin yana menga boyqi dopaminninki darajasini izlaydi. Yana shunda bir ish bo'lgan bo'lsa, yana shunda dopamin ajralib chiqsa, men yaxshi his qilsam degan holatda shuni izlaydi va bu qitim ammo masalan abiya dopamin masalan 50 yoki bo'lmasa 100 ajralib chiqqan bo'lsa, albatta buning nimalari o'xshamaydi, deyiladigan miqdori o'xshamaydi. Masalan 100 ajralib chiqqan bo'lsa, kelaki qitimda 100 bilan bu boyqidek yaxshi holat o'tirg'i chiqmaydi. Cho'qim bu kelaki qitimda 200 bo'lishi kerak. Har qitimda o'rlab menish kerak-ku. O'rlab menish kerak bo'lganki, insonning texmi yaxshi erishkin, texmi jiq yurakka erishkin, yoki bo'lmasa texmi jiq ko'rgin. Masalan shorts videolar ba'zi, masalan Instagramdagi Reels bo'lsin, YouTube'dagi shortslar bo'lsin, bularning hammasi to'xtamasdan shunday qilib almashib turish orqali insonni har bir qisqa filmda, qisqa videoda inson har bir qisida ko'rganki ya kuladi, ya azoblandi, ya bo'lmasa hayron qoldi. Har bir ashta hayron qilish, kulish, azoblanish insonda bir qitim dopaminni ajralib chiqishni keltirib chiqardi va u yana biroz o'tgandan keyin u telefonda bir munch ko'rdi, ko'rib telefonni qo'yib boshqa uy ishlari bilan shug'ullandi va uy ishlari shug'ullanish jarayonida yana bearam bo'lishga boshladi. Chunki menga va badan abiyaqiy tuyg'uni izlaydi. Yana shunday bir tuyg'u bo'lsa, yana shunday bir narsa ko'rsam va shunday bir xush bo'lsam degandek qilib yana qaytadan telefon oldi. Shunga dopaminniki bizni ham ishtirib, shuni ishtirishining sabablari shu. Hamda kunda 4 soatdan ortiq ekran ishlatadigan shaxslardagi ruhiy sog'lomlik va jismoniy jihatdagi passiv ta'sirlarning nisbatini ko'rsatadigan mana akademik sonliq ma'lumot jadvaliga keldim. Buningda kunda 4 soatdan ortiq ekran ishlatadigan shaxslarda %67%da uyqusida binormallik ko'rildi. Gerçi ba'zilarimiz deyishimiz mumkin, men asan uxlay olmayman va kechacha uyg'onmayman, yaxshi uxlayman deb o'ylashimiz mumkin, ammo uyquninki mening bo'lsin to'g'rida uyqu to'g'riliq nurg'un darslar bor. Bu darslarda balkim ko'rimiz. Uyqu hargiz biz o'ylagandek birli davr emas. Uyquning necha davri bor. Shu davrlarda masalan uyquninki cho'nqur uyqu davri bor. Shu davrga cho'nqurlashamaslik masalan, yenik holatda qolib qolish. Undan REM uyqusi bor. REM uyqusini ololmaslik masalan. Degandek sabablarni keltirib chiqardik. %67%da demak, ya'ni ko'pinchimizda bor degan gaplar. Ondan keyin bayaqı degandek ijtimoiy yolg'izlik %54% odamda ko'rindi. Kunda 4%dan ortiq, ya'ni 4 soatdan ortiq ekran ishlatadigan odamlar %54% ijtimoiy yolg'izlik yuz berdi degan gap. Demak, bolalar agar 4 soatdan ortiq ko'rib qolsa, bolalardagi yolg'izlik, bolalardagi o'zini ifodash, yaxshi ko'rmaslik, do'stlar bilan yaxshi chiqish olmaslik deganlarning sabablarining balkim ekran bo'lib qolganligini biz bu orqali bila olishimiz mumkin. Undan keyin diqqatimizning ko'p chechilib ketishi. Diqqatimiz nimishqa ko'p chechildi, nimishqa bir ishlarni oxirigacha chiqara olmaymiz, nimishqa butunlay bir ish bilan shug'ullanmay, o ishni tashlab qo'yamiz degan vaqtda balkim kunda 4 soatdan ortiq ekran ishlatganligimiz sababliki shu diqqatimiz davomli chechilgan bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Hamda ko'p ekran qarashning yana boshqa ziyonlari nima degan chog'da, men sol tarafdagi rasmga qarasak, kitob o'qigan mengadagi jonlanish nimasiga, xaritasiga buningda qarasak, men nuqtalar, seriq nuqtalar, mana seriq nuqtalar, ko'p seriq nuqtalar bor va mening har qaysi qismida hozir men faqat sol
menining sol tarafini ko'rsatyapti, men o'ng tarafdami yongan nimalar bo'lishi mumkin. Biz bir tarafini ham ko'ra oldik. Hozir qarab baqsaq, mana nurg'un qismi yondi, ammo men o'ng tarafdagi menga qarasa, ekranga qaragan vaqtimizda, garchi biz ekranda kitob o'qiyapman yoki bo'lmasa ekranda kitob o'qisak yaxshi-ku, film izlayapman yoki yaxshi narsalarni ko'ryapman, u bu degan taqdirdami, mengimizdagi jonlanishninki, ya'ni mengimizniki har xil bo'laklari, mengimizda masalan har xil bo'laklar bor, bir qismi so'zga, yana bir qism, yana bir bo'laklari bo'lsa, harakatga, yana bir bo'laklari as tutish, u bu degandek bunda har xil bo'laklar bo'ldi. Shu bo'laklarninki jonlanishiga bo'lgan ta'sirning nihoyatda oz ekanligini mush rasmdan ham ayirib ko'rib olaymiz. Hamda yana qanday ziyonlari bor degan chog'da o'zgarishchan nisbatda mukofotlash bor bu ekranda. Masalan, ijtimoiy taratquv va o'yinda algoritmalar bor, bilamiz. Bizga nemishqa biz bir narsani izlab qo'ysak, qayerdan u chiqib oldi. O'yin o'ynagan vaqtda masalan, bolalar nemishqa o'yinga bir o'ynab ham o'yindan chiqolmay qoldi degan chog'da o'yin ash o'yindagi algoritmalarmi masalan eng beshida osonni boshlaydi. Osonni boshlab o'ynab sal teslashgandan qarasa bola tutolmayotgandan keyin yana sal osonlashib berdi degandek bu bolaning iqtidoriga qarab o'zgarib turdiki, test bo'lib ketsa tashlavatmisun. Shundoq mushniki iqtidori bilan yaqin holatda mavsum bek tasib ketib bo'ldi, men buni o'ynamayman deb tashlab yetib qolmasin, chiqib ketib qolmasin o'yindan, yoki bo'lmasa ijtimoiy taratqularda, Instagramlarda bo'lsin, TikToklarda bo'lsin, mush izlagan narsani topolmay qilib, bizningki mush nimamizni ishlatmay qolmasin deb asosan shu biz nimani izlagan bo'lsak shu nuqtadagi narsalar, hattoki masalan voy bek yaxshi bu, shunday yaxshi islomiy mazmunlar chiqdi, yo'msa bek yaxshi mustaqillik bola tarbiyalash to'g'risidagi mazmunlar chiqdi deb o'ylagan bo'lishimiz mumkin Instagramda. Ammo u qadar ma'sum emas. Ya'ni biz shunga qiziqqanligimiz uchun bizga chiqarib berdi. Ammo u qadar ko'p uchurniki, u qadar ko'p berilayotgan shu narsalarniki hammasini biz ishiltaldikmi masalan. Hammasidan bizga foydasi bo'lib ketadimi? Notayin. Ammo u kimning ishiga yaraydi degan chog'da shu ijtimoiy taratquv vositalarining ishiga yaraydi. Faqat bizni tutib tura oladi bizning qiziqishimiz sababli. Ondan keyin oldingi miya postuligi, ya'ni prefrontal korteks deymiz. Bu uzun muddatli ziyoda ekran ishlatgan vaqtda shu oldingi miya postuligi, ya'ni prefrontal korteksniki normalda kontrol qilish va qaror chiqarish iqtidori bo'ldi. Bu iqtidorni tuvaltiydi. Ya'ni bu yana bir uchi albatta dopaminga bordi. Bu iqtidor tuvallab ketgandan keyin davomli bizda yuz bergan ahvol yana masalan o'zini kontrol qilish iqtidori zodi tuvalladi, qaror chiqarish iqtidori tuvallab qarorsiz bo'ldi va kontrol qilolmagan siri yana teg'im ekranga bog'landi. Ekranga bog'langan siri yana kontrol qilish iqtidori tuvallaydi degandek bu o'lik davriylik davomlashib mengayverdi. Yana ilib keladigan ziyonlardan masalan ko'k nurning ta'siri, ko'k nurning abiyat degandek uyquga ta'siri nimadan degan chog'da melatoninninki kemayishini keltirib chiqib uyqu ritmini butunlay buzuydi. Alloh taolo insonlarni kechada uxlasin deb kun kech kirishidan boshlab bilan melatonin hormoni ajralib chiqadigan holatda yaratgan. Ya'ni melatonin hormoni bizning uyquga kirishimizga yordam berdi va uyqumizning sifatining yaxshi bo'lishiga yordam berdi va kun chiqquncha qadar bu hormon ajralib chiqardi va azlaydi ajralib chiqish nisbati, ammo kechining oldingi yarmida ko'p bo'ldi. Shu kechining oldingi yarmida vaqtida uxlay olsak, soat 10 bilan masalan 10 dan keyin qolmay uxlay olsak, 10-11 dan keyin qolmay uxlay olsak, insonniki cho'nqur uyquga kirish va REM uyqusini yaxshi uxlash ahvollari nihoyat yaxshi bo'ldi. Ammo biz karvatda yetib telefon ko'rsak yoki bo'lmasa uxlashdan burun izchil telefon bilan shug'ullangan bo'lsak, bu ko'k nur melatoninninki ajralib chiqishini to'sib, ondan keyin bizning miyamizning aslida erishmoqchi bo'lgan bu hormon orasida to'siq paydo qilib, uyqumizga butunlay ta'sir ko'rsatadi. Va inson yaxshi uxlayapmiz qanday bo'ladi? Albatta atis charchaydi va butun badan hech yengillanishga erishamaydi va asta-asta bu ahvol davomlashavergandan keyin insonda shu ruhiy sog'lomlik sifati nacharlashishga va asta-asta balkim ba'zi kasallar keltirib chiqishga boshlaydi. Andan ijtimoiy selishtirish nazariyasi bo'yicha aytgan chog'da, masalan, boshqalarning davomli mukammal turmushini ko'rish insonga o'zini tuvan ko'rish va tushkunlik kelib keldi. Boshqalar mukammal turmushi, boshqalarning turmushi har vaqt u qadar mukammal bo'lmasligi mumkin, ammo faqat ekranda mukammal bo'lishi mumkin. Masalan, boshqalar
Həftədə bir qitim berib qoyğan yerini həftədə bir qitim chiqargan bolsa, o kunda shunda bir yerga borganligini ko'rsatmaydi. Balları bilan kitob o'qiganni həftədə bir qitim chiqargan bolsa, kunda kitob o'qib berganligini bildirmaydi. Ammo biz uni ko'rish orqali boshqalar kunda qila olayotgan, men qila olmayotganman. Boshqalar kunda bir yerga bora olayotgan, men bora olmayotganman. Boshqalar shunday yaxshi narsalarni eta olayotgan tomoqlarni men etolmayotganman. Yoki boshqalar shunday yaxshi natijaga erishyapti, men erishamabdiman deydigandek selishtirishlarni keltirib chiqardi. Bu mening oldimga kelgan shu psixikalik davolashga kelgan danışanlarning orasida ko'p tilga ilinadigan masala. Hammasi degidek o'zininki azoblarining orasida shu masalani o'tirg'a chiqardi. Mening bek ko'nglim yerim, qarsam hamma odam bek yaxshi ota-ona bo'lib ketgan, men unda qilamadim degandekchu. Shuningdek bu ko'p amaliyotda ko'p ekronga qarashning u kishiga elib kelgan ta'siri. Ammo masalan u kishining o'zininki nemisida masal bo'lmasligi mumkin, psixikasida yoki bo'lmasa normal turmush qobiliyatida o qadar ko'p masal bo'lmasligi mumkin. Ondan keyin fursatni qo'ldan berib qo'yish qo'rqinchi, FOMO deb qisqartib ilibdi. Hamda raqamlik dunyodan uzilib qolishdan ansirash, ziyoda andish qilish, tashvishlanish bu hodisa ba'zida shu bay misol qoldim, telefonimizda turib qolmasa yoki nima qolmasa, to'g'ri qolmagan vaqtlarda "Mavo to'plar nima deyishayotgandi yoki men hech nimani bilmay qoldim, men keyinda qoldim" degandek bir jiddiylashishni keltirib chiqardi va bu jiddiylash albatta yana shu apirib o'zimizning ruhiy sog'lomlikqa ta'sir ko'rsatdi. Hamda biz abiyoqi izchil shu ekranning Uyg'urlarning ruhiy sog'lomligiga ilib keladigan ta'sirini yo'q, ekranning butun kishilarning ruhiy sog'lomligiga ilib keladigan ta'sirini so'zladik. Hamda biz hammamiz muhojiratda yashayotgan Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan zodi bilimiz hamda mayli vatanimizning vaziyatidan bo'lsin yoki o'zimizning muhojirat hayotimizning naqadar bir qiyinchilikda o'tayotganligidan bo'lsin, hech bir Uyg'urning hayotini oson emasligini ve bizning hayotimizda, bizning oldimiz qo'limizdagi telefonlarimizda, butun gruppalarımızda bo'lsin yoki Facebook'da olsun, her yerde pasif uçurlarning har vaqt bizni izlaydiganligini bilamiz. Endi bundoq pasif uçurlarni ko'p kelgan vaqtda yoki bo'lmasa ashdaq pasif xabarlarni ko'rgan vaqtda bizning ruhiy sog'lomligimizga bu xabarlarning ilib kelgan ta'siri qanday bo'lgandir? Masalan, oldi bilan ikkilamchi zaximlanishni keltirib chiqardi. Masalan, biz gerçi vatanda mecburi to'y qilingan biri emas, masalan, mecburi to'yimiz qilib etilgan, Xitoy bilan to'yimiz qilib etilgan biri emas. Yoki bo'lmasa vatandagi yerlardan ayrilib qolgan bir dehqon emas. Ammo biz u xabarlarni ko'rdik. Yoki bo'lmasa masalan, Yevropadagi bir davlatdan yoki Turkiyadan yoki bir davlatdan palonchi birsini qaytarib etgan degan bir uchurni ko'rgandan keyin hammaylanda bir vahima boshlandi. Bu vahime şu uçurunu kökendiğin gerçi biz o işini bevosita boshdan kechirmagan bo'lsakmi, yanalam bizda bir psixikalik zaxm alomatlarini paydo qildi. Ya'ni buni ikkilamchi zaxmlanish deymiz. Xuddi ikkilamchi tamaki chekish deganga o'xshash. Ya'ni bir odam tamaki cheksa, xuddi tamaki chekkan odamga o'xshash ziyniga uchraydi deganga o'xshash. Bizmi gerçi o pasif voqealarni boshdan kechirmagan bo'lsakmi, ammo shuni ko'rish orqali ikkilamchi zaxmlanishga uchraymiz. Ondan keyin ögünilgen çaresizlik duygusu buludu nurgun kişilerden. Yani bu ögünilgen çaresizlik duygusu diyen bu psikolojik bir atalgı. Yani bu insanın ki bir neslen körüp, bir pasif uçurlarını körüp, yoki bir to'sish tegishlik bir ishlarni ko'rib turibmi hech qanday qilolmagandan keyin insonda keladigan bir chorasizlik tuyg'usi. Men hech qanday ishni o'zgartirmayotganman. Hech nim qo'limizdan kelmayotgan. Baribir biz vatanni ozod qilolmayotganmiz. Yoki bo'lmasa baribir biz boshqalarning davlatida rahat yashayolmayotganmiz degandek masalan bir chorasizlik tuyg'usini ilib keldi. Pasif uchurlarni to'xtamasdan ko'rish. Onun keyin hissdoshlik tuyg'usini ojizlashtirishi mumkin. Bay degandek pasif uçurlarni ko'p ko'rib, chorasizlik tuyg'usi ishib ketish bilan birlikda buni ig'ir voqealarni ko'ravergan chog'da menga endi o'zini qo'g'dash uchun bo'ldi. Sen endi chorasizlik tuyg'usini qilib, o qadar tushkunlashib ketaverma. Endi men seni qo'g'day deb
bu yerda insonning histoshlik tuyg'usini tuvaltiydi. Shu bilan qanday ahvol kelib chiqadi degan chog'da tamom ba'zi vaqtlar ko'nglimiz yerim bo'lmaydigan, nihoyatda ko'nib ketgan bir holatga kelishimiz mumkin, ammo chataq yeri u to'rdagi uchurlarga emas, real turmushdagi nurg'un voqealarga qarasak, o'zimizning oilasidagi bolalarimizga, o'zimizning oilasidagi kishilarga, yinimizdagi qarindoshlarimizga qarasak, histoshlik tuyg'umiz nihoyatda tuvanlashib ketishi mumkin. Bu histoshlik tuyg'usining tuvanlashib ketishi amaliyotda kishilar orasidagi munosabatga alohida cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Chunki qarshi tarafga insonning bir histoshlik tuyg'usi bo'lgan chog'da, undan keyin ikki kishining orasidagi ba'zi ishlarda xato tushunilmaslik, hattoki qarshi tarafniki ba'zi ishlarni qasddan demaganligi yoki qasddan qilmaganligi haqida bir histoshlik tuyg'usi bilan munosabat qurgan chog'da har ikki tarafda bir rahatlik bo'ldi. Ammo undan bo'lmasdan hech histoshlik tuyg'usi bo'lmasa insonda yoki bo'lmasa ojizlashib ketgan ahvol ostida har vaqt shaxsiyatchilik yoki bo'lmasa zodi shunday bo'lishi kerakdi, nima bunday qilolmadi, asli qilishingiz kerakdi degandek hamdi biroz qattiq bag'ri qattiqlik damdiq shunda bir holatga yetib qolishi mumkin. Ko'p pasib uchurlarni ko'ravergandan keyin. Undan keyin tashvishlanish va andisha dunyoning yoki jamiyatning butunlay xatarlik ekanligiga ishonib, tashvishlanish kasalligi yoki psixikalik besim paydo bo'ldi. Masalan, shunday pasib uchurlarni ko'p ko'rib ketgan chog'da, masalanga hammalar his qilishi mumkin, ba'zi jinoyat shu o'zimiz turayotgan shaharda yoki davlatda bir oqoqidan jinoyatlar bo'lsa, insonlarda qattiq tashvishlanish paydo bo'ldi. Chunki yaqinda necha kun ichida yuz bergan jinoyatlar va to'xtamay uning xabarlarini ko'rgandan keyin oldi sirtlarga chiqqan chog'da olti keynimiz qaraydigan odamlarga qarab turib mangdigan bo'lib qolamiz. Masalan, Turkiyada yer davrigandagi ko'p kishilar hammasi yer davrigandek his qiladigan bo'lib qolgan. Masalan, doktorxonaga borgan nurg'un odamlar men mushta yer davrigandek his qiladigan bo'lib qoldim deb borgan nurg'un kasallar bor masalan. Shunga o'xshash bularning hammasi shu passiv uchurlarningki insonga ilib kelgan tashvishlanish alomatlarining sababidan bo'ldi. Endi men ekranninki bütün insonlarga ilib keladigan ziyonlari va passiv uchurlarningki biz shu ekranda ko'rgan passiv uchurlarning Uyg'urlarga ilib kelgan ziyonlari oldida bu tengpunglikni qanday saqlaymiz degani hammani birlashtiriblam, jamlab turiblam bundaq nima qildim, jamlab turiblam bir so'zlashga tirishiman. Endi biz masalan shu passiv uchurlarni oldida to'xtalsak, biz hech qachon yo'q, men zodi hech qanday Uyg'ur bilan munosabatga uchur ko'rmayman, vatan bilan munosabatga uchur ko'rmayman, chunki ben ko'nglim yerim bo'lib ketibga ko'rsam necha kungacha o'zimni yo'qotib qo'ydi ekanman deb hech ko'rmay qechib turolmaymiz. Chunki bizningki vaziyatimiz, bizningki Uyg'urligimiz, bizningki vijdonimiz buni hargiz nima qilmaydi, buni to'g'ri ko'rmaydi. To'g'ri ko'rgan taqdirdami biz o chog'da boy degandek histoshlikni yo'qotgan birisiga aylanib qolamiz. Ammo buni ko'raversak, tig'i bizning nimamizga ziyon yetkazdi. Ya'ni ruhiy sog'lomligimizga ziyon yetkazdi, bizni andish qildigan yoki jiddiylashtirgan shunday birisiga aylantirib qo'ydi. Endi bunda ahvolda qanday qilamiz? Men bu ahvolni davomli nimaga o'xshatman degan chog'da quluqi g'o'ngildaydigan kasallar bor. Men burunmi buni to'rtumishdan so'zlagan. Ya'ni qulqi g'o'ngildaydigan kasallarningki yangi mushtaq qulqi g'o'ngildaydigan bo'lib qolgan vaqtida nihoyat bearamlik his qildi. Chunki biz hozir qulqimiz sog' buni bilolmaymiz, ammo qulqi g'o'ngildaydigan ashta maxsus ashta kasallar bor. Bu kasallarning har vaqt qulqida g'o'ngildigan ovoz uzilmaydi. Yangi bo'lgan chog'da bek bearam bo'ldi, lekin bir mezgildan keyin ko'nib qoldim. Endi qanday qilmay baribir bu bir umr men bilan birlikda bo'lgan kasal ekan deb ko'nib qilib va normal turmushiga davom qilishga tirishdi va normal odamdek hayot kechiraverdi. Endi bizmi shu? Bizmi masalan bizningki hamda dunyodagi har qanday odamlar har xil sinoqlarga duch kelganga o'xshash, har qanday millatlar, masalan arablar bilan turklar, masalan musulmonlarning orasida arablar bilan turklar nihoyatda boy yashachilik bilan, islomning yaxshi tarqalishi bilan, islomiy muhitining yaxshi bo'lishi bilan sinalgan bo'lsa, bizda bularning tatbilishi bilan sinaldik. Boshqalarga qarshi tarafga shu yaxshi berilgan ne'matlarni qanday saqlaysizlar deydigan bir sinoq kelgan bo'lsa, bizda
bu nimetler tatibilangandan keyin qandaq bir sabr qila olaysizlar va o'zinglarning iymonini qandaq saqlab qola olaysizlar deydigan bir sinoqqa duch keldik. Va Uyg'ur bo'lish sifitimiz bilan va mushundaq sinoqlarga duch kelganlik sifitimiz bilan biz bu vaziyatimizni, ya'ni o'zimizniki mushundaq sinoqlarga duch kelganligimizni va mushunda bir kunga qolganligimizni eng oldi bilan qabul qilishimiz kerak. Boy deganimdek Aş qulqu qo'ng'ildaydigan odam o'zining qulqini qo'ng'ildaydiganligini qabul qilsa, anandaki normal turmuşini asta-asta davamlaştırışqa tirişe alaydı. Şuna o'xshash bizmi Uyg'ur bo'lganligimiz va mushunda bir ishlarning mushundaq kunning bishimiz kelganligini aholi bilan qabul qilishimiz kerak. Agar bizga bunda bir taqdir kelmagan bo'lsa, boshqa bir xil taqdir keladi. Har xil taqdirning siniqi har xil bo'ldi, lekin hech qaysining birisining yenik, birisining tuvan bo'lib qolishi, birisining yuqori, birisining tuvan bo'lib qolishi notayin. Yani hammasining siniqida insonning qanday o'tishini u inson o'zi bilmaydi. Shunga o'xshash endi biz buni eng oldi bilan qabul qilishimiz kerak va buni qabul qilgandan keyin qanday qilamiz degan chog'da unda sen bo'ldi, to'xtamaymish da uchurlarni ko'raver deganlik emas. Sen buni qabul qilding va bu hayotingda bunda pas-puchur har vaqt bor bo'ldi degan gap. Pas-puchur har vaqt bor bo'ldi, ammo biz buni chek qo'yishimiz kerak. Yani biz bu yerda chek-chegarani endi qo'yishimiz kerak va chek qo'ygan chog'dimi men bu yerda birinchisida yozdim, ya'ni raqamli tozliq va chek qo'yish bo'lishi kerak deb. Ya'ni men Uyg'ur bo'lgandan keyin men endi bu taqdirimni qabul qilib, ham to'xtamaymish Uyg'urlarga munosib xabarlarni ko'ray deb Facebookni to'xtamay matlab, uning bilan urushib, buning bilan urushib, u xabarni ko'rib yig'lab, bu xabarni ko'rib azoblanib, o'xshash xabarni necha yerdan ko'rib masalan, o'xshash xabarni ostiga kim nima yozdi, hammaga qarab necha soat vaqt isrof qaraganda amaliyotda kundalik xabar va ijtimoiy taratquv ko'rish vaqtiga jiddiy chek qo'yishimiz kerak. Masalan, kunda faqat 30 minutla vaziyat xabarlarini o'qish. Buning ichida masalan dunyoda nima ishlar yuz beryapti, o'zimiz turadigan davlatda nima ishlar yuz beryapti va Uyg'urlarning hozirgi holatida nima qanday da'voda qanday ilgirlashlar bo'lyapti. Vatanda bugun nima ishlar bo'ldi yoki yaqinda nima ishlar bo'ldi. Buning faqat 30 minut masalan. 30 minutda oshgandan keyin bo'ldi. Men asosan ko'rgan xabarlarni ko'rib bo'ldim. Endi buningdan jiqi meni jiddiylashtirishga yaraydi. Buningdan jiqi fitna deb asta to'xtatishimiz kerak. Undan keyin uchur manbasini suzish degan vaqtimizda biz oldimizga kelgan mayli Facebook'da bo'lsin, mayli Instagram'da bo'lsin, mayli har qanday yerda bo'lsin, oldimizga hatta WhatsApp'ning gruplarida oldimizga kelgan uchurlarning hammasiga ishinib, hammasiga yig'lab, hammasiga azoblanib emas, balki eng oldi bilan qildig'imiz shu uchurni o'qishdan burun faqatla bu nerdan taqdilding? Qaysi dernek, qaysi jamiyat, qaysi o'rin bu yerni taqatdi? Bu ishonchlikmi, akademikmi yoki rasmiy manbadan taqatilgan bir uchurmi? Yo'q, undaq bo'lmas. Yo'q, bu ishonchli manbadan taqatilmagan. Kim yozganligi aniq emas. Andan keyin akademik emas, nihoyatda egizpas yozilgan bo'lsa bo'ldi. Bu uchurni ko'rishning hech ahamiyati yo'q. Bu uchurni ko'rishning bizningki ro'y sog'lomligimizga ziyon olib kelishdan boshqa hech ahamiyati yo'q deb o'ylab, u uchurni tozalab yo'qotishimiz kerak. Ondan keyin aktiv faoliyatdagi yuzlanish orqali o'zimizning chorsizlik tuyg'umuzni yengish amaliyotini yo'qish bir amal. Masalan, biz davomli to'rda shunday pasib uchurlarni ko'rdik, ko'nglimiz yerim bo'ldi. Shunday vaqtda ajab ishnim qo'limizdan kelmayotgan, vatan uchun ishnim qilib beramidik, Uyg'urlar uchun ishnim qilib beramidik yoki hech qanday ishlar qo'limizdan kelmayotgan deb azoblanib o'tirishning o'rniga mening qo'limda nima ish keldi? Masalan, men bir Turkiyada yashaydigan bir Uyg'ur bo'lish sifatim bilan nima ish qila olayman vatan uchun? Yoki masalan men vatan uchun bevosita bir ish qila olmasammi, atrofimdagi qarindoshlarim uchun nima ish qila olayman? Atrofimdagi muhojir qarindoshlarimga qanday yordam qila olayman? Men Amerikada yashaydigan bir ona bo'lish sifatim bilan men nima ish qila olayman? Uyg'urning hayotida masalan boshqa Uyg'urlarning hayotiga ta'sir ko'rsatadigan kichikgina yordamning qaysi birisini qila olayman deb izlanib turib qilishimiz kerakki va shu izlanib turib qilgan shu yordamlarimiz, shu faoliyatlarga qatnashishlarimiz, hattoki biz hech qanday yordam qilolmadik deylik. Hech qanday masalan
hech qanday akademik xizmat yoki bo'lmasa bir faoliyatlarni uyushtirolmadik deylik, ammo shularga qatnashib berish orqali, shularni qo'llash orqali, hech bo'lmasa o'zimizningki atrofimizdagilarga tashviq qilish orqali amaliyotda biz chorsizlik tuyg'umuzni yengalaymiz. Mana men o'zimning qo'ldan kelishicha ish qilyapman, yana o'zimning kuchini ko'rsatyapman. Sulaymon alayhissalom masalan nimada o'tgan vaqtda qandaq bir kichik cho'mili masalan bir chetga o'tib olayli dedi. Shunga o'xshash. Uningdiki Ibrohim alayhissalomningki o'tda kuydirilgan vaqtidami shu chog'dami masalan ababil qushi kichik bir og'zida suv etmandi. Shundan boshqalar dedi, "Sening bu suying bilan nim bo'ldi?" degan vaqtda, "Yo'q, gerçi bu suv bilan o't o'chirilmagan taqdirdami, nim bo'ldi?" Ya'ni mening qaysi tarafga tava ekanligimni ko'rsatib berdi. Ya'ni biz faoliyatlarga aktiv qatnashsak yoki uning tashviqotini qilsak yoki boshqalarga yordam qilsak yoki Alloh roziligi uchun Uyg'urning hayotida kichikkina bir yordam bilan shug'ullansak, demak bizningki qaysi tarafga tava ekanligimizni ko'rsatib berdi. Biz do'st tarafga tavami yoki dushman tarafga tavami. Ya'ni bunun qo'ldan nima ish keldi? Bunchalik yezib qo'yganning qo'ldan nima ish keldi? Bu bilet tashlab qo'yganning qo'ldan nima ish keldi? Namoyishga chiqqanning qo'ldan nima ish keldi emas, balki hech nima ish kelmagan taqdirdami? Albatta jiqishlar keldi. Hech nima ish kelmagan taqdirdami? Sizning qarshi dushman tarafmi yoki do'st tarafdami ekanligingizni bildirdi va o'zingizning do'stlar tarafda ekanligingiz, to'g'ri yo'l tarafda ekanligingizni ko'rgan vaqtingizda amaliyotda chorsizlik tuyg'ungizni yengalaysiz va tushkunligingizmi yengildi. Ya'ni siz ruhliq bir holatga kela olasiz asli. Ammo nurg'un kishilar buni xato tushunib nima qildi? O'zini yiroq tutishga tirishdi. Men bunday ishlar bilan shug'ullansam bek azoblanib ketganman yoki bo'lmasa atig'im tegishib ketganman u bu deb o'ylaydi. Aslida undaq emas. Aslida insonning vijdoni tig'imi bek kerak keligi. Qilmading, etmading deb insonni nima qildi? Ayiblaydi. Ammo bu ayiblanishni tig'imi bostirdi degandek inson borgan sari o'zini bostirib yetish, shu vaqtga ayblanish tuyg'usi, hech nimaga qatnashmaslik, hech qanday masalan to'g'rida hech qanday Uyg'urlar munosabatli uchurlarni ko'rmaslik, Uyg'urlar munosabatli faoliyatga qatnashmagan u bu deb bostirib yetish orqali bu yerga vijdoniy mas'uliyatini yeniklatmoqchi bo'ldi. Amaliyotda unda emas. U yer bostirilayotgan narsa u yerda jim turmaydi. Xuddi uyingizni tozalagan chog'da axlatlarning hammani ko'pini ostiga yushirib qo'ysangiz, uyingiz pokiz bo'lib ketganlik hisoblanmaganga o'xshashdi bir ish. Endi yeni bir çaremiz nima degan chog'da pat-pat ekransiz kun va soatni planlashimiz kerak. Bu nimaga o'xshaydi degan chog'da bu dal zaharli chekimlik va aroq ichadiganlarningki tashlashiga o'xshaydi. Masalan, ularnimi maxsus bir tashiladigan o'ringa borib bir mezgil o'sha yerda cho'qimash xumarni besiqtirish uchun butun tashiltishga tirishadi. Shunga o'xshash ekranning xumarlik darajasi u qadar ularnikidek masalan modda bilan bog'lanish darajasidek yuqori ketmagan taqdirdami, ammo shu usulni qo'llanish bizga foyda qildi. Xuddi masalan shakarni bekcha yeydigan kichik bolami bir hafta shakar bermasangiz, bir haftadan keyin uning shakarni talab qilish miqdori tuvallaydi. Ya'ni davomli shakar yema, tatlı yema deydigan bola bir hafta hech shakar bilan uchrashmasa, bir amallar bilan uchrashmasa, uning shakarga bo'lgan xumori tuvallaganga o'xshash bizmi masalan bir hafta telefon ko'rmaslik haftasi yoki bo'lmasa bir kun ekransiz kun yoki bo'lmasa mancha soat ekransiz soat degandek mushta planlash orqali o'zimizning badandagi shu nimaga bo'lgan ekranga bo'lgan xumorligimizni shunda darajasini tuvallaymiz. Darajasini tuvaltish orqali o'zimizniki pat-pat o'shani sig'inib qilish, manda his tuyg'ulari tuvallaydi. Yana bir eng muhim bo'lgan ish uyqudan ilgari ekran cho'qim cheklanishi kerak. Endi ba'zi kishilarning hayoti, ish xizmati yoki bo'lmasa nurg'un faoliyat, shundoq da'vo ishlari degandek tufayli amalsiz, ekransiz yashayg'il bo'lmaydi. Agar unda bo'lib qolgan taqdirda siz shu cho'qim ekran bilan xizmat qiladigan yoki bo'lmasa davomli telefon bilan tashviqot u bu degandek ishlar bilan shug'ullanadigan birisi bo'lsangizmi, cho'qim uxlashdan ilgari 1 soat butun taqishingiz kerak. Ekranni cheklash.
ciddi haber yoki ijtimoiy taratqularni ko'rishdan butunlay to'xtash kerak. Passiv xabarlarni hargiz ko'rmaslik kerak. Ekranni butunlay taqab, telefonni shu aeroplan modiga ekilib, andan keyin qat'iy uchurlarga zada uchur kirmaydi u holatda. Telefonni hech ishlatmasdan, ko'k nur bilan uchrashmasdan, uxlashdan burun buni cho'qim qilishimiz kerak. Bu holda o'zimizning ruhiy sog'lomligining yaxshilanganligini, uyqumizning yaxshilanganligini his qila olamiz. Hamda oxirida men kichik tavsiyalarni bermoqchi. Ba'zi ishlarni qilish uchun bizda cho'qim bir aniq bir nima bo'lishi kerak. Masalan, plan bo'lishi kerak. Uxlashdan 1 soat burun telefonni taqang degan bilan qanchada uxlaysiz? U aniq bo'lmasligi mumkin. Ammo masalan, kech soat 9dan keyin uyning simsiz to'rini butun taqib olsak, Wi-Fi'ni taqib olsak, o chog'da telefonimizdagi to'rni ishlatishga majbur bo'lamiz. Telefonimizdagi to'rchiq unda bir xil ishlatib olsak bo'lmaydiganligi sababidan bizningki ekranga qarashimiz tuvalishi mumkin. Bu bir amal chora deb qo'ydim. Yana birisi yotoq uyi va tomoq ustini telefonsiz rayon deb belgilash. Bu bo'libmi bolalar sal cho'ng bo'lgandan boshlab texmi yaxshi ishlaydi deb o'ylayman. Kichik vaqtdan bu qoida tuzumlar o'tirib qo'yilsa, cho'ng bo'lganda ularni cheklash texmi oson bo'ldi demoqchi. Chunki hozir masalan kichik bolalarning telefoni bo'lmagan taqdirda balkim to'liq o'tirg'a oliy maktablar chiqqandan keyin telefon bo'lishi mumkin. Shunlar hammaylar tomoq ustida telefon o'ynaydigan, hammaylar o'zining yotoq uyiga kirib olib telefon o'ynaydigan degandek bunda bir holat chekilinib uyning ichida oila ichidagilarning o'zaro bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbati tuvallab ketishi mumkin. Bundaq holatda biz bolalar kichik vaqtdan o'zimizning oilasi yangi qurilganda yoki hechimiz kechikmaysiz hiylammi yotoq uyi va tomoq ustini telefon cheklangan rayonda hatto rasmlarini chiqarib chaplab qo'ysak bo'ldi. Bunda qilish orqali ayolning bir-biriga bo'lgan muhabbati bo'lsin, ona bolalar orasidagi bir-biriga bo'lgan suhbatlarninki aziyib ketishidan oldini olg'il bo'ldi va aslida ki bundan keyin yuz beradigan ba'zi yo'q men nimishqa undaq qilganman telefonni o'zimning telefonni yotoq uyda anglayman u bu degandek bir ahvollarda kichikdan ko'nganlik sababidan bundan keyin yaxshi ishtik oson qabul qilgan va odat xarakteriga aylanib ketadi. Ondan keyin kundalik mingish masalan kunda 20 soat mingib berish, qo'l ishi bilan shug'ullanish, qo'l ishi degan chog'da masalan gul yasash, masalan ayollarningki yo tikish ishlari, erlarmi masalan har xil bir narsalarni uyda masalan buzilib ketgan narsalarni yasash, yo yog'ochdan bir narsalarni yasash degandek ashla bir qo'l ishlari bilan shug'ullanish va kitob o'qish degandek bir planlaringiz bo'lsinki, bu narsalardanmi sizda dopamin ajralib chiqsin va telefonni ko'rish ko'ngilli ammo boshqa dunyodagi boshqa ishlarning hammasi ko'ngilsiz va zerikishlik deydigan bir mingiga shunda bir inkos kammisin. Ya'ni davomli ashundala deb o'ylab qilib dunyo butun qorong'u deb tushkunlikka cho'kib ketadigan nurg'un kishilar bor. Amaliyotda odatga aylangan vaqtida kundalik mingishningmi, qo'l ishlari bilan shug'ullanish, kitob o'qishlarningmi insonni rohatlatadiganligini his qila olamiz asta-asta. Kichik tavsiyalarim yana nurg'un tavsiyalaringiz, sizning tavsiyalaringiz bo'lishi mumkin. Xohlasangiz buni nima orqali bizniki shu YouTube kanalimizdan aslida yozib qo'ysangiz bo'ldi inkos orqali. Meniki bugun yetkazadigan mazmunim o'shagicha, balkim ko'p mazmunlar tushib qolgan bo'lishi mumkin yoki ortiq so'zlab qolgan bo'lishi mumkin. Agar bu vaqtda sizning boshqacha ko'z qarashlaringiz bo'lsa yoki xato so'zlanib qolgan bo'lsa, bizga fikr taklif bersangiz bo'ldi, inkos bersangiz bo'ldi. Agar savollar bo'lib qolsa, Alfidar xonim savollar bo'lib qolsa, siz menga desangiz bo'ldi. Bo'lmay qolsa, endi sizningki o'rlashtirishingiz bo'yicha bo'lsin. Aldı bilen Münire Hanım sizge köptün köp rahmet. Naiti akademik bir şekilde hem ixcham bir şekilde bizge düşündürüp öttünüz bu meselelerni qandaq duch kelayotgan meselelerni ve bundan keyin qandaq hal qilishimiz kerakligini. Bana bir net savol kelgandi, lekin siz abay serilmalarda bularning javoblarini berib oldingiz. Şuna belkim yani bir savolni so'rashni to'g'ri ko'rdim. Yeni bir qatım rahmet abay deb o'tdingiz. Men acaba bazı Uyg'urlarımız bu Uyg'urlardan emas, boshqa millatdan bor albatta.
Muşu telefondan jirak turuş arkalık, telefon demek deyiş arkalık men sosyal taratqularını, ijtimai taratqularını demekçi men. Jirak turuş arkalık işlemini kömüsem, işlemini bilmesem, kulkum teşhiriydi degenle, texmu salametlik mu acaba degen bir oy bar idi. Abay bunu yaxşı düşendirdiniz, lekin texmi tepsiliyerek sorsak. Ularninki ruhi sağlamlığı siz degende ben hiç kılamadım, hiç bilemedim de yeni tit buludu, vicdani bir azap buludu işçide dediniz. Eğer siliştirip kalsak, qaysı bekrek salametlikке paydalık degende men hem de özem Uyghur buluş sübütüm bilen bilip duruş ve koldan kelgeni kılış paydalık dep oylayma elbette. Çünkü bugün biz ruhi sağlamlıkını temi qıp turuptuk, cismani sağlamlıktan bekrek. Sizce siliştirip qalğanda yanılam jirak turmaslık, tamponluqni saqlash texmo salametlikке paydalıqmı? Muşnaq dep cezimleştirelemdik. Albatta tamponluqni saqlash kerak. Ama şu kişininki özünün ruhi sağlamlıqqa nisbeten bu nimini tanısı buldu. Arlıqnıçu. Mesela bazı kişiler var, nait değil, ruhi sağlamlıqı, nait yaxşı kişiler var. Bu neylik resilience deydi, bu nait değil modu boğan atalğı. Bunu psixikалық sağlamlık deydi. Nait yuqori resilience derecesi çok. Psixikалық sağlamlık nait yuqori adamlar var. Bunda adamlar değil ki şunda işlerini cık köygen taqdirdimi yoki bo'lmasa shundaq zahmiga uchirgan holatdimi nayta kuchlanadigan nayta kuchlik tura oladigan bir xil nimaga ega bo'ldi ba'zi odamlar. Lekin ba'zi odamlar ojizroq keldi bu jihatda. Balkim buni birla sababi yo'q, hamda gen sababi o'zininki masalan gen otasidan kelgan genlari sababli o'zining o'sib yetilish, muhit, har xil sababli ba'zi odamlar işte kuchlik bir resiliensga, ya'ni kuchlik bir psixikalik sog'lomlikqa ega bo'lib cho'ng bo'ldi. Ba'zi odamlar sal ojizroq psixikalik sog'lomlik jihatichu osonroq masalan ta'sirga uchrab qolgan ashunda tipda cho'ng bo'ldi. Shunda bo'lgan taqdirda masalan o'zininki psixikalik sog'lomlik darajasiga qarata tamponlikni saqlash kerak, ammo butunlay bu chambardan chiqib ketmaslik kerak deb qarayman. Chunki chiqib ketgan chog'da ikki xil radikallik yuz berdi. Buning birsi bay degandek bostirvatda emasmi buni? Masalan, biroqli bu chambardan chiqib ketdi. Bo'ldi, men qo'limni uzdim, Uyg'urning hayotini ko'rmayman, bu bek azobli ekan, Uyg'ur bilan aralashmayman, u bu deb butun chiqib ketgan holatda, masalan, o'zimning turmushni yashayman deb chiqib ketgan chog'da ikki ushqa berib qoldi inson. Birsi nim bo'ldi degan chog'da buni biroqli bostirvatganlik sababidan ichida yenilam bu tamponsizlik borchu, bu azob bor, ishnim qilolmadim yoki bearamchilik. Bunda bo'lgandan keyin bu odamda shu tashvishlanish, titit bo'lish yoki o'zini tuvan ko'rish degandek bunda alomatlar bo'ldi. Yana birisi bo'lsa, yana bir ufchi buni nima degan chog'da qarasangiz, unda odamlar hech qanday ta'sirga uchramagandek, shunda bir xil ajoyib nimasi yuqori, masalan, bunday kibrlik, undan keyin hamma yerdan aytiliqi shunda rahat yashab ketayotgan, biz bu yerda azoblanib shunda bir xil holatda yursakmi, ba'zi kishilar o'zining hayotini surib shunda rahat yashab ketayotgan bir holatda ko'ramiz qo'y, ilanmi chet elda atroflarimizda bor, masalan, hech qanday ish bilan aralashmayishda yuradigan. Unda odamlarda shu men degandek boy birsi anda bo'lsa, yana birsi yana bir ufchida qanday bo'ldi degan chog'da shu nemisi tuvallab ketdi. Hissdoshlik tuyg'usi tuvallab ketdi. Hissdoshlik tuyg'usi tuvallab ketdi deganlik demak Uyg'urga nisbatan sen o'zingni etib olsang, demak butun dunyoga hamma narsaga nisbatan etilib qolsan. İnsan ama hissdoshlik tuyg'usidan ayrilib qolsa bo'lmaydi. Ayrilib qolsa demak mayli kishilik munosabat bo'lsin, hattoki o'zininki his tuyg'ularini his qila olmaydigan bir darajaga bordiki, masalan meningki ashtaq meni izlab kelganlarning orasida ashtaq deydiganlar boyliq bir xil his tuyg'um bek nim bo'lib ketdi, tuvallab ketdi debchi, masalan balam yerda yig'layapsimi bir xil nim qilmaydigan sezimsiz bir xil bo'lib qoldim yoki bo'lmasa Viyay nimda yig'lab berganda deb qo'yib ta'sir qilmaydigan bo'lib qoldim debchi, shunda darajada bo'lib ketadiganlar bor. Shu buni o'zini biroq etib bilishmi yaxshi emas. Yoki bo'lmasa
mesela özününki psixikalik sağlamlığı aslında o kadar yaxşı emas. Ondan beklam ama temponluqni saqlamay, bıraxılan bek berilip gidip özünü beklam aldırıp qoyduğanlar var. Bu mu to'g'ri emas? Çoxum temponluqni saqlash kerak. Lekin maxsusmuş iş bilan shug'ullangan, mesela sizga o'xshash, maxsusmuş shundaq aktivistlik yoki da'vo ishlari bilan manda shug'ullangan, bunda ishlar, mesela manga o'xshash, bizga o'xshash, manda Uyg'ur psixolog degandek mundaq kishilarga kelgan chog'da bu texmi tez, bu ayrim bir masaladir. Ma deylik normal holatda yashagan kishilarga deyilgan gaplar bu. Hem de mesela biz derecedeki mesela davamlıq müşte ig'ir vaqalar keldi bizning oldimizga, sizning oldingizga degandek manda kasbiy xodimlar cho'qim bir nimaga ilish kerak, yani yetaklash ilish kerak. Supervizyon deymiz, endi yetaklash, anandagi boshqalar bilan manda nima qilish, fikr almashtirish yoki psixikalik davolash deganlarni ilish kerak. Bunisi oson desam deylik. Onu singdirib, ro'y sog'lomligini saqlab qolish. Köpdün köp rahmat. Şundaq yaxşı tushuntirib berdingiz bunimi. Onun üstüge Uyg'urchangiz bek yaxshi-kan. Nima so'z xazinangiz boy ekan. Shundaq yaxshi tafsiliy tushuntirib berdingiz. Oxirgi bir savol, YouTube'da boshqa yozganlar bo'pti. Oxirgi bir savol, abay siz deb o'tdingiz, odatdagi odamlar 30 minutlik ekranda xabar ko'rish etganlik bilan shug'ullansa normal dedingiz. Albatta siz bilan bizning ekrandagi vaqtimiz texmi uzunroq, ba'zida maqolalarni, ba'zida boshqa narsalarni chiqarish va o'qish va kuzatish degandek. Agar bolalarimizga kelsak, o'rta maktab bolalari, lise deb qo'yamiz-ku, to'liq o'rta bolalari, o'rta maktab bolalari qanchalik ruxsat qilsak normal deb o'ylaysiz? Hozir mani men qayta chiqaray. Bu 30 minut deganim ekranga qarash vaqti 30 minut emas. Bu yerdagi deganlikki xabar o'qish dedingiz, xabar ko'rish vaqti. Ya'ni bu degan bo'lamdi. Qanday vaqt bo'lishidan qat'iy nazar, shu passiv uchurlar bilan uchrashadigan vaziyat xabarlarini ko'rish. Ba'zi odamlar ajoyib amroqchi, maxsus jinoiy ishlarning filmlarini ko'radiganlar bor, masalan YouTube'dan jinoiy ishlar vaqalarining filmlar bor, maxsus film qilib ishlanadi mesela. Oshunda to'xtamay ko'radiganlar bor. O 30 minutda ishib ketadi. Yoki mesela işte vaziyat xabarlarini Uyg'urlar munosabatga bo'lsin, qanday bo'lsa işte vaziyat xabarlarini bek ziyoda ko'rib ketganda shu insonda shu har xil binormal holatlarni keltirib chiqardi deydi. Endi bu holatlardan boy siz degan savolga kelsak, mayli bolalar bo'lsin, cho'nglar bo'lsin, mesela miyada hozir yeni bir statistika bor. Mana 4 soatdan ortiq ekran amal bor. 4 soatdan ortiq ishlatmasi kerak deyildi-da bu yerda. Ya'ni bizning kun bir kun ichidagi uyg'oq vaqtimiz mesela ertagan soat 6 dan kech soat 10 gacha bo'lsa, buning ichida shu 4 soat degan uzib ishlatimiz ham deydi, yoki izchil ishlatgan taqdirdami oraliqda aram elishimiz degandek mesela. Bunun bütün ekran kirdi va. Masalan, ba'zida men o'zimning bolasidan misol keltirsam, men telefonimga qaramayapman, iPad qaramayapman, televizor ko'ryapman deb turib oldi. Bu hammasi qo'shilganda 4 soat ekran bilan vaqt o'tkazish. 4 soat ekranga nim qildi, lekin hozir biroz bir sal yaxshiroq, agarchi umi eski, ama eskilarning ichidagi sal yaxshisi desak televizor shu bo'lib qoldi. Eskilarning ichidagi yaxshisi desak. Çünkü mesela başka ekranlarda biraz mesela bolalarga nisbatan başka ekranlarda ziyade hem ekran kichik, hem uchurlar bekchiq, hem to'xtamay nim qilgan narsalarga qaragan chog'da mesela agar mesela bir kun ichida kontrol qila oladigan doirada bolalarga mesela televizordimi yana kanallarni kontrol qilib turib mesela 30 minut ichib berish bo'lib qolsa, mesela 30 minut televizordagi kanaldaki bolalarga munosib keladigan ma'lum bir programmani ko'rish bilan 30 minut telefon ishlatish bo'lib qolsa, men 30 minut televizor ko'rishi sal yaxshi deyman deydi. Har ikkisi pek yaxshi bo'lib ketmasimi, ana ichida sal yaxshisi ma'u demoqchi. Ammo shu bolalarga texmi shu 4 soatdan ortiq bo'lib ketmaslik kerak amal bor. Ammo ishlaydiganlar boy dedik-ku, ishlaydigan
şu çoxum kompüter bilen bilişidigan yoki telefonlar bilen teşviqat xizmetleri yoki o bu yazıdigan aşta işler bilen şug'ullanadiganlar bo'lgan chog'da boy eng oxirida deganga o'xshash hech bo'lmasa shu uxlashdan burun 1 soat uyqu hech bo'lmasa mesela bir kun zadi kompüter telefon shunday ishlatdik ammo ishlatish vaqtimiz 30 minutdan oshganda bir qo'pib mesela aram ilib degandekchu o'rnimizdan qo'pib ham bu badan sog'lomligimiz uchunmi foydali. Mesela hozir ashtaq soatlar bor, meningmi bor soatimni to'g'rilab qo'ysam shu saza o'rtag'il 1 soatda ishib ketdi deb uchur keldi mang'uchu. Nemiz aqlli soatlarchu. Aşinanda mesela bizni agahlandırdı. Sen herkessiz oturup ketmang 1 soat oldu degandek. Aşta qilgandan keyin ha deb uni ko'rgandan keyin daral qo'pib bir mengib qaytib kelib degandek qilgandan keyin ham mengimiz uchunmi ro'y sog'lomligimiz uchunmi foydali ham badanimiz uchunmi foydali hamda bu qat'iy amalsiz ekranni bir kun ishlatadigan kishilar uchun arada 30 minut bir aram ilish va uxlashdan burun cho'qim 1 soat burun amal bor xabar o bu narsalarni cho'qim ko'rmaslik undan keyin amal bor telefonlarni shu biraqlam o 1 soat burun to'xtatish kerak. Undan keyin uyquga munosib uyquni yaxshilaydigan dorilar bor yoki çaylar bor. Shunday narsalar mesela uxlashdan burun 1 soat burun ichib olsa shuningmi bek yaxshi foydasi bo'ladi, yaxshiroq uxlashiga. Ko'p rahmat, buni yaxshi tafsiliy tushuntirib berdingiz. Vaqtimizmi tugab qopti. Sizga yana bir qitim Uyg'ur ro'y sog'lomlik guruhi tarafidan ko'p rahmat aytaman. Bundan keyin sizlarningki ro'y sog'lomlik tashkiloti bo'lamda. Merkezi, ro'y sog'lomlik markazi bilan hamkorlashib, texmo ko'p programlarni, projelarni birga qilishni orzu qilamiz. Vaqtingizga ko'p rahmat. Yana bir qitim ko'rmanlarimizga rahmat aytamiz. Shuning bilan bugungi to'g'ri suhbatimiz, to'g'ri darsimiz oxirlashdi. Bundan keyingi programlarda yana qayta ko'rishamiz. Agar sizlarningki Amerika atrofida, Yevropada va boshqa yerda psixologga ehtiyojinglar bo'lsa, biz bilan aloqalashsanglar bo'ladi. E-mail qilsanglar bo'ldi, telefon qilsanglar bo'ldi, veb-saytimiz orqali biz bilan aloqalashsanglar bo'ldi. Unda bo'lsa hammanglar salomat bo'linglar. Allohga omonat. Sizga rahmat, Alloh razı bo'lsin. Hammanglarga rahmat, Allohga omonat. Yaxshi tush ko'ringlar. Rahmat.